Assalomu alaykum. Chorva bozor kanali obunachilari. Xudo xolasa mana 6 dona molimiz bor, bir pachka. Bitta obunachimiz. Hozirdan biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qattaqon qishlog'idan, ya'ni o'zimizning mini fermada syomka qilyapmiz. Xudo xolasa mollar kelishga ham yo'q zo'r. Yeb itishi boshqasi garantiya. Yaxshilab ko'rinadi mollari. Mana shu ola qoralar, shved. Meda ikkita qorasi bor. Tuyoqlarni qarang, istagan tuyoq. Mana bu molimiz. Bu ham istagan tuyoq. Simmental gibrid degan variantida mana. Oyoq qo'llari ham baquvvat mol. O'ta go'zal. Mana ola parovdamiz yaxshisi mana. Qonlar chiqib turgan oyoq qo'llari vobshe baquvvat mol. Istagan tuyoq mana. Yana bitta ola variantimiz. Oq quloq, oq tumshuq. Buni ham oyoq qo'llar baquvvat. O'ta go'zal mollarda xolasa. Olgan odam mullos baraka topadi. Mana buni ko'rsatib o'tibmiz mana bu qara. Voy yillar ham dahshat mol. Sirk bo'lsa ham bo'ladi. Mana shved. Orqalari ham pachka buni ham. Oyoq qo'llari ham baquvvat mol. Oq quloq, oq tumshuq ham. Sifatga ham hamma taraflama kelishgan mol. O'ta kuchli. Like'ni bosib qo'llab turinglar, biz yangimizda xolasa. Obunachilarni ko'paytirib olaylik. Mana shunaqa mollar chiqarib turamiz, chiroyli mollar. Kimgadir foydasi tegib qoladi xolasa. Xato kamchiligiga uzr so'raymiz oldindan. Like'ni bosib qo'llab tursalaring bo'ldi. Sizlar uchun mana shu videolar chiqadi hammasi. Mollar zo'r, mana ko'shini qaytarib turibdi mollar zo'r. Bitta obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa